Hozir o'zimning tomorqamga qarab turib, qanday zo'r fermer ekanligini tushunyapman. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Kampot. Xush kelibsiz mening yangi videoyimga. Men o'z tomorqamda 5 kuncha yo'q edim. Ularga esa hech narsa qilgani yo'q. Chunki men ularni tagini to'g'ri chopib o'stirganman. Endi ular o'zini ajoyib his qilishyapti. Bu yerda bug'doy, sabzi, kartoshkalar o'syapti. Shuning uchun bugun tomorqamizga bormaymiz. Bugun men uyimga boraman. Bir marta yaxshilab ishladim. Mana endi hammasi yaxshi. Qolaversa, kech ham tushib qoldi. Hozir notebook qarshisida ozgina o'tiraman. Keyin uxlashga yotaman. Hech narsa qilmagan bo'lsam ham men juda ham qattiq charchadim. Qishloqi? Balki men chaqirarman. Yo'q, o'zim uddalayman. Voy Kampot, bu senmiding? Qishloqi, nega mening uyimda oldida turibsan? Nimadir kerakmi? Kampot kerak. Sen bizning qishloqdagi eng yaxshi fermersan-ku, to'g'rimi? Ishonmaysan. Hozirgina obunachilarim bilan shu haqida o'ylayotgan edim. Ha, men qishloqdagi eng yaxshi fermerman. Menga sening yordaming kerak. Yur mening uyimga, hammasini ko'rsataman. Kech bo'lib qoldi-yu, ha mayli, ketdik, qiziqtirib qo'yding. Xo'sh qishloqi, gapir, qanday yordam kerak? Kampot, yerto'laga tushaylik. Yerto'la? Rostdanmi? Senda yerto'la bormi? Bu yerda nimalar bo'lyapti? Umuman tushunmayapman. Nima? Bu yana nimasi? Xullas Kampot, sen bilasan, men doktor ekanligimni, to'g'rimi? Men bir daraxt ustida juda ko'p ishladim. Men mutant daraxt ko'chatini yasadim. Mutant daraxt? Nima? Sen hozir rostdanmi? Ha, men juda ko'p vaqtdan beri uning formulasi ustida ishladim. Bu formula oddiy daraxtni mutant daraxtga aylantiradi. Dahshat, sen buni qancha vaqtda qilding? Oho! O Kampot, men juda ko'p vaqt ishlab chiqdim va nihoyat tugatdim. Yaxshi, sen buni qilgan ekansan, ayta qol, meni yordamim nimaga kerak edi? Gap shundaki, bu daraxt o'sishi uchun maxsus joy tayyorlash kerak. Sen menga uni ekishga yordam bera olmaysanmi? Ko'chatni ekish? Eshit, men hech qachon mutant daraxt ekmaganman, lekin sen yaxshi ish qilyapsan. Bizning qishlog'imizga o'zi daraxt yetmayapti. Jiddiy aytyapman. Faqat menda bitta savol bor. Nega mutant? Ming mutantligi nimada o'zi? Menga faqat yaxshilab tushuntirib ber, iltimos. Shunchaki ulkan bo'ladi. Ulkan bo'ladi? Buni ko'rish qiziq bo'ladi. Buni ustida qattiq harakat qilganga o'xshayapsan. Senga gap yo'q. Umuman olganda mana bu narsalar nimaligini umuman tushunmayapman, to'g'risini aytsam. Bu hali hammasi emas. Qani ushla. Oppa, bu yana nima balo? Bu qandaydir mineralli tuproqmi? Ha, nima bu? Bu maxsus tuproq. Men buni mineral bilan to'ldirganman. Sen mendan ham yaxshiroq fermer ekansan. Buni nima qila olaman? Bu daraxt o'sishi uchun maxsus sistema kerak. Atrofida albatta 4 ta paqir suv va mana shu tuproq bo'lishi shart. Ha, tushunarli. Kel unda bunday qilamiz. Men kerakli narsalarni olib boraman. Sen esa qayerda ekishimizni ayt. Men 10 daqiqalar ichida oldinga boraman. Xo'pmi? Bunday qilamiz. Qishloqning o'rtasiga shu daraxtni ekamiz. O'rtasida bo'lsa, unda men ko'chatlarni o'zim bilan olib olaman. Albatta sen aytayotgan daraxt mutantlarni. Mutant daraxt, bundan chiroyliroq ism yo'qmidi? Kampot, 5 daqiqadan keyin qishloq markazida ko'rishamiz. Kelishdik, men ketdim hammasini tayyorlashga. Eshtinglar, qiziqarli oqshom bo'ladi menimcha. Qorong'u ham tushib qoldi. Qishloqqa qandaydir mutant daraxt tayyorlayapti. Qandaydir tuproq, yana mineral tuproqlar. Men fermer sifatida bunda qatnashishim kerak albatta. Menga juda qiziq. Bu daraxt ko'rinishi mening uyimda baland bo'larmikan? Yo, qo'shnimning uyidek bo'lsa kerak. Shunchaki yegan daraxtlar bo'lmaydi. Hamayli, kelinglar paqir, belkulak yasaymiz. Yaxshiyamki temirim bor. Xo'sh, paqir bitta, aslida 4 ta kerak, lekin resurslar yetmaydi. Belkulak ham esdan chiqmasin. Bo'ldi, yaxshi, hammasi bor. Keraksizlarni solamiz. Qani ketdik, suv olishimiz kerak quduqdan. Yugurdik, menda bitta paqir borligi uchun 4 marta tushishga to'g'ri keladi. Unchalik qo'rqinchli emas. Xo'sh, qani bu qishloqi? Mana sen. Qishloqi, tayyormisan? Ha, Kampot, qara, birinchi bo'lib 4 ta tuproqlarni qo'y. Xo'sh, mineralli tuproq. Kel unda mana shunday qo'yamiz. O'rtada daraxt o'sadi. Bu yeriga bitta, bu yeriga ham. Bu taraflariga ham xuddi shunday. Daraxt o'rtasiga albatta burchaklariga suv qo'yishni taklif qilaman. Nima deysan? Oyamga gap yo'qmi? Sen qo'shilmasligingning hech ham iloji yo'q. Juda yaxshi taklif. Buni rad etib bo'lmaydi. Men nima deyapman axir? Hozir faqat bitta paqirim bor. Endi ozgina yugurishga to'g'ri keladi va oxirgi paqir bo'ldi do'stlar. Hammasi tayyor, endi daraxtni ekamiz.
Kampot, men senga ishonaman. Sen fermersan. Buni ohistalik bilan qil. Tag'in sindirib qo'yma yana. Qishloqi, men seni tushundim. Qo'rqma, mening qo'lim yengil. Hozir mana ozgina qoldi, bo'ldi tayyor. Oppa, eshit, ajoyib ko'rinyapti. Kampot, biz buni uddaladik. Endi u ertagacha o'sadi. Ertagacha? Nima shunchalik tezmi? Hech bo'lmasa 3-4 hafta ketadi deb o'ylagan edim. Ajoyib-ku, ertagacha o'ssa. Albatta axir, biz uning uchun shuncha ish qildik. Yana u mutant bo'lsa. Mayli bo'lmasam, ertaga ko'rishishga kelarmiz. Mayli Kampot, ertaga ko'rishamiz. Qiziq, juda ham qiziq. Qanchalik katta bo'lar ekan? O'ylaymanki, mana bu uydan baland bo'ladi. Juda chiroyli bo'lar. Endi bo'ldi, bolalar tezroq uxlashga. Menga juda qiziq uni ko'rish. Qancha tez yotsak, shuncha tezroq uni ko'ramiz. Menga shunchalar qiziqki, tasavvur ham qila olmaysiz. Bo'ldi, chiroqni o'chirib uxlaymiz. Yo, nima bu? Nimalar bo'lyapti? Voy, xudoyim. Do'stlar, shu yerdamisiz? Hech narsaga tushunmayapman. Mana bular nima balo bo'ldi? Barklar, meni uyimda nima bor bularga? Qaysi tendak bunday qildi? Bolalar, tushunmadim. Bu yerda anna nimalardir bo'lyapti. Hamma tirikmi? Men bu yerni tezroq tozalashim kerak. To'xtanglar. Sandiqlarimgacha kovlaychi. Bir soniya. Qani sandiqlarim? Qani? Meni sandiqlarim. Nima, ularni barklar yo'q qildimi? Hey! Bu yerda nimalar bo'lyapti? Nima? Oho, juda ham kattalashib ketibdi-ku. Nima? Men tushunmadim. Nega biz bunday balandda turibmiz? Nega hamma yerda barg? To'xtang. Biz kecha daraxt ekkan edik. Siz menga bu o'sha daraxt demoqchimisiz? Men daraxtda turibman. To'xtanglar, faqat men emas shekilli. Kelinglar pastga tushaylikchi. Ey, kimdir bormi? Kimdir meni eshityaptimi? Qo'shni, shu yerdamisan? Kampot, nimalar bo'lyapti? Men ham bilmayman, hech narsaga tushunmayapman. Kecha doktor qishloqi bilan mutant daraxt ekkan edik. Men ishonmayman. U shunchalar katta bo'lganiga, u shunchalar katta o'sganki, bizning uylarimizni hattoki ko'tarib yuborgan. Kampot, mening uyim barglarga to'la. Tushunmayapman nima bo'layotganiga. Xo'sh qishloqi, senda narvon yoki bloklar bormi? Faqat bloklar bor. Yetarli bo'ladi. Shu yerda qol. Ko'cha juda xavfli. Pastga tushib ketish hech gap emas. Menimcha eng balandga chiqish kerak. Shunda biz daraxtni yoki yo'q qilib olamiz. Barglar orqali tepaga chiqamiz. Parkur qilib chiqamiz. Bizga eng balandi kerak. Eng muhimi pastga qulamaslik. Sekin-sekin ko'tarilamiz. Men bilmayman-ku qayerdan chiqishni endi. Bu yog'i endi peshonamizdan. Qani qazishni boshladik. Qani va chiqdik. Chiqdik. To'xtang, men adashibman. Nafaqat meni qo'shnimni, balki butun qishloqni ko'taribdi. Biz daraxtda ekanligimiz aniq bo'ldi. Bu yana nima ham bo'lar edi? Buni nahotki bir o'zim tozalashga. To'xtanglar. Balki mana bu doktorni yordam so'rarmiz. Mana bu doktorning uyi. Ha, mana shu. Uni tozalab tashlash kerak. Tezroq. Doktor, shu yerdamisan? Doktor, mazang yo'qmi? Kampot, nimalar bo'lyapti? Qol tezroq, qara nimalar bo'lyapti. Kampot, menimcha oshirib yubordim. Unday bo'lmasligi kerak edi. Qanaqa oshirib yubording? Qara bularga. Bu bizning qishlog'imiz. Endi daraxtda yashaymizmi? U juda kattalashib ketibdi. Men esa bizning qishlog'imizni ko'tarib ketgan. Biz endi bu yerdan qanday tushamiz? Bu yerda abadiy qolmaymiz-ku. Bu yerdan tushib ketish hech narsa emas. Bu yerda teshiklar juda ko'p. Gapir, endi nima qilamiz, xo'y? Bilmadim, balki qutqaruvchilarni chaqirarmiz. Yana nima ham qila olar edik? Qutqaruvchilarni chaqiramiz. Taxta qishloqi, senda qaychi bormi? Hech yo'q, lekin temir bor. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Qaychini yasaymiz. Menda bitta g'oya bor. Faqat buning uchun borxonani topish kerak. Uni endi qayerdan topaman? Yo'q, bunisi emas. Qani, balkim bunisidir. Men tushunmayapman. Ularning joyi almashganmi? Men sandiqni ko'rdim. Ha, mana shu yerda. Kelinglar, ko'ramiz nima bor ekan. Hech narsa bu yerda.
To'xtang, bu yerda tort bor ekan, lekin undan foyda yo'q. Bu yerda ham, oh, mana bularni qaranglar. Menga esa bulardan foyda yo'q, lekin esa batutdan foyda bor. To'xtang, batutni olmadim-ku. Oho, mana batutlar. Olamiz. Yaxshi. Endi bular birinchi navbatda biz bu yerlarni barglardan tozalashimiz kerak. Qishloqlar chiqa olishlari uchun. Bironta uyga ko'tarilamiz. Eng kattasi bu yerda ekan. Oho, mana u. Dahshat, bu yerda ham barglar. Hey, do'stlar. Do'stlar, bu yerda kimdir bormi? Oh, bor ekan, yaxshi qishloqlar. Qo'rqmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammani olib chiqamiz. Savollar bermanglar. Ha, bizning qishlog'imiz hozir daraxtda turibdi. Hozir hammangizni ozod qilaman. Qani? O, yaxshimisizlar? Endi ko'tarilamiz. Oho, yo-mayo, bu yerlarni qarang. Barcha uylar hozir daraxtda. Menga juda qiziq bu daraxtni pastdan ko'rish. Sekin pastga tushamiz. Ozgina qoldi. Bizga nima qilish qolyapti? Hozir nima qilaman bilasizlarmi do'stlar? Sakrab tagimga batutni qo'yaman. Menimcha bu eng to'g'ri qaror. Kompot, aqldan ozdingmi? Boshqa yo'li yo'q, qishloqi. Men telefonimni bu daraxt yo'q qildi. Faqat shu yo'l qoldi. 1, 2, 3. Kelinglar. O'xshadi, menga shunchaki gap yo'q. Meni kommentariyada maqtab qo'yinglar. O, qaranglar, u naqadar bahaybat, qanday ulkan ildizlar. U gigant. Qaranglar. Mana shu yerda oldin ustaxona bor edi. Quduq ham bor edi. Endi esa uning o'rnida juda katta daraxt turibdi. Mayli, endi hech qisi yo'q. Buni hammasini to'g'rilashga va'da beraman. Endi gapni eshitinglar. Bu yerga hozir juda katta batutlar quramiz. Undan qishloqlar sakrab tusha olsin. Qani, mana shu yerlargami? Yaxshiyamki batut juda ko'p. Bironta qishloqqa hatto tushmasligi uchun sabab ham bo'la olmaydi do'stlar. Bu daraxt juda chiroyli, lekin qishloqni ko'targani yomon bo'ldi. Endi buni qandaydir qilib yo'q qilish kerak. Xo'sh do'stlar, men sizlar bilan xayrlashaman. Hammaga rahmat, omad, xayr do'stlar. Video Artifakt kanali tomonidan tarjima qilindi.